Assalomu alaykum aziz dasturchilar. Sizlar bilan dasturlashni o'rganishda davom etamiz. Bugungi mavzumiz find buyrug'ida expression, ya'ni ifoda nimaligi haqida bo'ladi. Darsda va nazariy qismda o'rganib chiqamiz. Find fayllarni tanlash uchun expressiondan foydalanadi. O'zbek tilida ifoda degan ma'noni bildiradi. Bu ifoda tuzilishi, anatomiyasi shundan iboratki, bir yoki bir nechta primarydan iborat bo'ladi. Primary bu asosiy, bu expressionda esa asosiy tuzilma sifatida olishligimiz mumkin. Eng kichik birlik yoki asosiy tuzilma deb tahlil qilishligimiz mumkin. Demak, find buyrug'idagi expression primarylardan iborat bo'lar ekan. Primarylar o'sha expressionning asosiy birligi hisoblanar ekan. Har bir primary find buyrug'iga berilgan alohida argument. Shu narsani nazarda tutish kerakki, har bir primary bizga find buyrug'iga berilganda alohida argument sifatida alohida ta'sir qiladi. Find har bir faylni ko'rayotganda bu find buyrug'i bilamizki topish, ya'ni biz bilamizki papkalar yoki fayllar, umuman fayl sistemasi rekursiv daraxt, ya'ni daraxt ma'lumot tuzilmasi ko'rinishida ifodalangan bo'ladi va biz ma'lum bir o'sha daraxt ma'lumot tuzilmasidan ma'lum bir faylni izlashda o'sha finddan foydalanadigan bo'lsak, bunda har bir papkani ichiga kirganda ma'lum bir fayllar bo'ladi. O'shanda find har bir faylni ko'rayotganda, masalan, faylga kelib qoldi, endi o'sha faylni ko'ryapti. O'sha faylni ko'rayotganda o'sha expressionni qayta-qayta tekshiradi. Expressionda berilgan har bir primaryni alohida tekshirib, har bir primaryga mos kelishini va o'sha primaryga mos kelsa, o'shani tanlaydi. Umumiy holatda primary turlari bor, asosan 4 ta. Birinchi turi bu options. O'zbek tilida opsiyalar. Bu options nima? Umumiy ishlashga ta'sir qiladi. Muayyan faylga bog'liq emas. Bu asosan faylga bog'liq bo'lmagan holatda faylgacha bo'lgan jarayonda, ya'ni biz recursive tree, ya'ni daraxt ma'lumot tuzilmasida izlash jarayonida o'shanga bog'liq bo'lgan opsiyalar belgilanadi. Misollar berilgan, masalan, chuqurlik yoki maksimal chuqurlik degan parametrlari bor. Bu hozir shunchaki bu misollarda ko'rib o'taman, keyinchalik olishimiz mumkin. Masalan, daraxtimizda biz agar mana bu optionni belgilamasak, turgan aktiv bunda joriy katalog deyiladi. Joriy katalogdan, biz bergan katalogdan rekursiv holatda toki eng pastki daraxtning eng pastki yaproqlarigacha, barglarigacha yetib boradi. Ammo biz agar chuqurlikni belgilasak, aytaylik oxirgacha bo'lmasin, faqat ma'lum bir chuqurlikgacha borsin deb belgilasak, o'shanda bu o'sha intervalni tekshiradi. Umumiy holatda shuning uchun bu alohida opsiyalar deb belgilangan. Keyingi qism bu testlar. Asosan testlar bu fayl xususiyatini tekshiradi. Buni opsiyalardan farqi, optionslardan farqi, options bu faylgacha bo'lgan, ya'ni faylga bog'liq emas edi. Faylgacha bo'lgan yo'lni ma'lum bir parametrlari bo'ladigan bo'lsa, test bu fayl xususiyatini tekshiradi. Faylda bor xususiyatlar. U asosan rost yoki yolg'on qaytaradi, ya'ni true yoki false qaytaradi. Masalan, birinchi misollarda name degan testimiz bor. Shuni unutmaslik kerak, bu yerda chiziqcha, keyin name. Bu testlar ham umumiy holatda primarylar chiziqcha bilan yozish qabul qilingan. Bitta chiziqcha, keyin o'sha primaryning nomi
Hozir masalan bu primary nomi name bo'lyapti. Bu name bu test primary. Va undan keyin uning argumenti belgilanadi. Demak, name txt. Ya'ni bu nima demoqchi bo'lyapti? Fayllarni tekshirayotgan vaqtimizda, izlayotgan vaqtimizda, har bir papkadagi fayllarni ko'rayotgan vaqtimizda birma-bir name ya'ni txt fayli bo'lsa gina ularni qaytaradi, true qaytaradi. Ya'ni mana shuni izlaydi. Topadi, shuni topadi. Txt bo'lgan fayllarni topadi. Undan keyingisi permissionlar bu 644 permission. Bu chiziqcha nimaligini bu perm testida umumiy tushuntirib o'tib ketaman. Ya'ni 644 bo'lish kerak minimal holatda. Mana shu 644 bo'lgan permissionlarni oladi. Uni yana qo'shimcha bo'ladigan masalan 744 bo'lsa ham oladi. Buni nima uchunligini tushuntiraman. Chunki 7 ning ichida albatta 6 ham bor. Shunaqa jihati bor. Mana shu chiziqcha o'shani ta'minlaydi. Agar bu chiziqchani qo'ymasak ham boshqacha holat bo'lib qolishligi mumkin. Type function. Demak, bu type'da f berilgan. Type'da masalan testda fayl bo'lsa faqat faylni izlaydi. Agar bu d turadigan bo'lsa papkani izlaydi va hokazo. Undan keyin size o'lcham +1 m. Ya'ni plus degani birdan yuqori bo'lganlarni izlaydi. Umumiy holatda bular umumiy holatda testlarga misollarida bu primaryning ikkinchi turi edi. Endi primaryning uchinchi turi bor. Bu actionlar deb ataladi. Actions amallar deb tarjima qilyapmiz. Yo'q, amallar degani birga bir tarjimaga tushmaydi. Chunki actionlar deb ataveramiz. Biror ish bajaradi, ya'ni yon ta'sir bor. Mana shu jihat muhim. Bu testdan farqi. Lekin mana bu actionlar ham baribir true yoki false qaytaradi. Bu testga o'xshash jihati. Bu ham fayllarga ishlaydi. Lekin yon ta'sir bor degan tushuncha muhim bu yerda. Yon ta'sir bor, yana qo'shimcha ma'lum bir vazifa bajaradi. Misollar masalan print. Ya'ni bu print actionimiz nima qiladi? Bizga o'sha shartlarga barcha primarylarga mos kelgan faylimizni, katalogimizni, umumiy holatga obyektimizni konsolga print qiladi. Delete actionimiz esa bizga barcha har bir primary bergan primarylarimizga mos kelgan obyektimizni delete qiladi. Execute esa o'sha obyekt topilganda o'sha obyekt ustida mana bu komandani bajaradi. Ya'ni execute qiladi. Bu actionlar edi. Demak, actionlarda bitta eslab qolarli joyimiz bu yerda har bir action ma'lum bir ish bajaradi va bu ish bajarishda yon ta'sir paydo bo'ladi. Keyingi turimiz bu operators, ya'ni operatorlar. Bu test va actionlarni bir-biriga bog'laydi. Nega? Bu yerda birinchi optionlarmi? Optionlar aytdimki, umumiy katalog tuzilmasini da ish bajaradi dedim birinchi bo'lib. Bizga esa faylga kelgan vaqtda, shartni tekshirayotgan vaqtda test va actionlar ish bajaradi. Shuning uchun test va actionlarni bog'lash vazifasini bu yerda operatorlar bajaradi. Qachon va qanday baholanishini belgilaydi. Misollar bu yerda mantiqiy AND operatori bor, OR operatori bor, NOT operatori bor va bundan tashqari qavslar mavjud. Endi bu yerda eslab qolish kerak, operator yozilmasa nima bo'ladi? Ko'pincha ko'ramiz biz findni foydalanish holatida operator bo'lmasligi mumkin. Avtomatik holatda, default holatda AND operatori qo'llaniladi. Biz bilamizki, AND operatori o'zini ikkilik operator. Demak, bu ikkita operandga bog'liq bo'lgan operator. Shuning uchun birinchi operand va ikkinchi operand ikkalasi ham
ikkalasini ham, ya'ni ikki tomondagi primerni ham bo'lishligini ta'minlaydi. Shunaqa obyektni izlaydi. Masalan, misol uchun bu yerda find buyruq, bu yerda find umumiy strukturasida dastavval mana bu yerdan bu yergacha expression ifoda bo'ladigan bo'lsa, mana bu esa bizga kerakli bo'lgan fayl. Bu joriy katalogni bildiradi, nuqta. Ya'ni biz joriy katalogimizni ichidan boshlab rekursiv daraxt, ya'ni biz joriy katalogimiz bizda izlayotgan daraxt ma'lumot tuzilmasimizda ildiz vazifasini bajaradi, root vazifasini bajaradi va undan boshlab toki rekursiv holatda izlash boshlanadi. Va bizda hozircha ikkita primary bor. Birinchi primary type primarysi bu boya aytdik, asosan bu test. Ikkinchisi bu name. Demak, primarylarning bitta turidan ikkita bor. Type demak aytmoqchiki f bu fayl bo'lsin deyapti. Bizda obyekt fayl bo'lsin. Ikkinchisi uni name'i .c bilan tugasin. Undan tashqari bu yerda action yo'q default holatda. Ammo ko'rinmagan holatda shunday narsa bor. Default holatda print action bor. Demak, mana shu fayl topilganda, uni konsolga, mana shu obyekt topilganda, uni konsolga print qiladi. Bundan tashqari end hisoblanadi avtomatik. Mana bu ikkita primaryni ikkalasini ham tekshirish kerakligini qayerda bilyapti? Bu ikkita primary orasida default holatda, ya'ni end bor. Shuni unutmaslik kerak. U aslida mana bunaqa ko'rinishda, ya'ni find joriy katalogdan izlayapti, type f birinchi primary, name ikkinchi primary va ular orasida end bor. Va undan tashqari default ko'rinmagan holatda print actioni bor. Endi print haqida muhim qoidani ham boya hozir aytgan qoidani eslatib o'tyapti. Agar butun ifoda true bo'lsa, hammasi rost bo'lsa va siz boshqa action ishlatmagan bo'lsangiz, birinchi shart bor, boshqa action ishlatmagan bo'lishligimiz kerak. O'shanda avtomatik printni qiladi. Ya'ni print actionni avtomatik qo'llanadi, konsolga chiqadi. Ya'ni fayl nomini chiqaradi. Qachon print avtomatik bo'lmaydi? Mana shu savol o'rinli. Qachon print avtomatik bo'lmaydi? Agar quyidagi actionlardan bittasi bo'lsa, ya'ni bironta action bo'ldimi, avtomatik find nima qiladi? Default printni o'chirib qo'yadi. Endi print ishlamaydi. Option qachon ishlaydi degan savol bor bu yerda. Juda muhim joyi bu. Esdan chiqarmaslik kerak. Option faylga kelib baholanmaydi. Yu faylgacha bo'lgan kataloglar bilan yoki umumiy holatda daraxt ma'lumot tuzilmasida kerakli xususiyatlarni ta'minlaydi. U darhol kuchga kiradi. Shuning uchun darhol kuchga kirgani uchun asosan shu tufayli option doimiy buyruq boshida yozish tavsiya etiladi. Istisnolar bor, chalkash joylari ham bo'ladi. Masalan, quyidagi optionlar, mana bu beriladigan optionlar bo'ladigan bo'lsa, qayerda yozilishiga qarab boshqacha ishlashi mumkin. Shuning uchun bularni ham boshida yozish eng to'g'risi hisoblanadi. Doim optionlar berayotganimizda boshida yozishligimiz kerak. Keyingi qism bu argumentlar qayerda yoziladi. Har bir primaryni, ma'lum bir primarylar argumentlarga ega bo'ladi. Har bir desa xato bo'ladi, ma'lum biri. Argument darhol keyingi so'zda yoziladi. Masalan, name primary argument talab qiladi. Size primary ham argument talab qiladi. User primary ham argument talab qiladi. Undan tashqari raqamli argumentlar qanday yoziladi? 3 xil yozilish usuli bor. Plus bilan yoziladigan bo'lsa, n dan katta degani, masalan plus 5 bo'ladigan bo'lsa, 5 dan katta degani. Minus n bo'ladigan bo'lsa, n dan kichik degani. Endi o'zi bo'ladigan bo'lsa, aynan n ga teng degan misolni beradi. Masalan, size plus 1000 ka bo'ladigan bo'lsa, 1000 kadan katta degan ma'noni bildiradi. M time minus 7 bo'ladigan bo'lsa, 7 kundan kam degan ma'noni bildiradi. Minus links bo'ladigan bo'lsa, 2 aynan ikkita linkka ega bo'lganlarni qidiradi. Qisqa xulosa qilamiz. Demak, find expression bilan ishlaydi. Expression primerlar yig'indisi.
Primerlar esa 4 ta. Option, test, action operator. Operator yozilmasa end avtomatik ishlaydi. Print ko'pincha avtomatik hisoblanadi. Option darhol ishlaydi, shuning uchun boshida yoziladi. Mana shu xulosalarni tushunib yetganligimiz bugungi darsni o'zlashtirganligimizni ifodasi bo'ladi. Kelinglar, bugungi darsimiz cho'zilib ketganligi uchun nazariy qismni bitta qismga bo'lamiz. Keyingi videoda esa biz asosan amaliy qismga o'tamiz. Yoki video katta bo'lsa ham ko'raveraman deydiganlar bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi variant bor. Birdaniga shu davomi sifatida qo'yib ketaman. Sabr bilan o'rganasizlar degan umiddaman. Bo'lmasa birdaniga qo'yib ketamiz. Buning uchun dastlab men o'zim terminalni ochib olaman. Terminalga o'tib olaman. LC qiladigan bo'lsam, umumiy bu yerdagi fayl papkalarim ko'rib chiqadi. Bu yerda juda ko'p bo'lganligi uchun kelinglar. IT degan papkada ish olib boramiz. CD IT deb LC. Buning ichida ehtimollik kamroq. Endi clear buyrug'ini ichga tushiraman. Kelinglar, find buyrug'ini yozamiz. Birinchi find buyrug'ini yozdim. Keyin shu joriy katalogdan izlashni boshlasin. Aytaylik, birinchi nima? Name degan testdan foydalanamiz. Name nuqta YAML bo'lgan fayllar, ya'ni Docker uchun ishlatiladigan YAML fayllarni izlab ko'ramiz. Va natijada rekursiv izlab boshladi va umumiy holatda, rekursiv holatda menda mana shu YAML fayllarim bor, umumiy shu kataloglarimda. Mana bu yerda projekt degan papkada Docker projektda Compose testda infra YAML bor ekan. Projekt Docker projektda Compose testda Compose YAML bor ekan va hokazo. Django proyektlarda Django for Professionalsda Compose YAML va hokazo. Umumiy holatda bu YAML fayllarni topib o'tdi. Xuddi shunaqa yana bir marta name dan foydalanishni o'rganib o'tamiz. Demak, find shuni izlasin. Name hop YAML bo'lsin. And ikkinchi shart and keyingi nimada means end time -7 bo'lsin. Oxirgi 7 kunda qani oxirgi 7 kunda YAML fayl yaratganman. E'tibor beringlar, mana bu yerdagi YAML fayllarim soni asosan 7 ta edi. Ko'ramiz ular qachon yaratilgan. Mana bittasi oxirgi 7 kunda yaratilgan ekan. Adcoder problems Compose YAML oxirgi 7 kun ichida mana shu loyiha bilan ishlaganman. Shuning uchun men unga Compose YAML fayl yozgan ekanman. Kelinglar, o'sha boshqa nimalarni ko'rib o'tamiz. Find name dan foydalanamiz yana. Aytaylik Python fayl bo'lsin. Ko'proq Pythonda yozamiz. Undan keyin and mtime dan bo'lsin, mtime
oxirgi 7 kunda yozgan Python fayllarim bo'lsin. Mayli, oxirgi 7 kunda. Oxirgi 7 kunda yozgan Python fayllarim and undan keyin permissiondan beramiz, ya'ni ruxsat permission bo'lsin. Eng 644 permission bo'lsin. Qat'iy emas, shuncha 644 default holatda bo'ladiganimiz. Mana ko'rinib chiqdi oxirgi 7 kunda yaratilgan Python fayllarim. Tugamayapti. Juda ko'payib ketdi. Tugamayapti. Oxirigacha ham borsak ham juda ko'p. Clear qilib boraman, juda ko'payib ketdi. Python fayllar chunki juda ko'p. Umumiy holatda chuqurligini ta'minlashligi mumkin. Aytaylik, oldingi buyruq faqat chuqurlik bu options bo'lgani uchun boshida yozish yaxshiroq bo'ladi. Minus asa 1 chuqurlikmi, 2 chuqurlik bo'lsin. Bunida xasam bordi. Hop. Max deylik, max deb 2 topmadi, 2 da topmadi. Nega? Uch qilaylik o'shani. Ya'ni maksimal trini chuqurligi 2 bo'lganda topilmadi. 3 bo'lsa-chi? Mana bitta topildi. Mana. Adkode 440 API fayl yaratgan ekanmiz. Bu demak print default holatda ishlayapti. Shunday qilib biz option primary berdik, test primary berdik, operator parametr berdik, action parametr default holatda berildi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.